Bugun men oq ilovasidagi eng sekretli funksiyalar va ko'pchilik bilmagan joylar haqida gapirib beraman. Bugungi video sal noodatiy o'ylaymanki, lekin sizlarga qiziq bo'ladi. Bilasizlar, O'zbekistonda mobilniy operatorlar ko'p va ulardan ajralib turadigan bu Oq Mobile. Nimaga Oq Mobile? Chunki Oq Mobile bu raqamli mobilniy operator. Kelinglar bu nimaligini oddiyroq tushuntiraman. Masalan, Oq Mobile ilovasini oladigan bo'lsak, bu faqatgina mobilniy operator emas, alo uchun bu katta ekosistema, ichida juda ko'plab funksiyalari, juda ko'plab xizmatlarga ega. Masalan, Google Play yoki App Store'dan Oq Mobile'ni o'rnatib olib ilovaga kiradigan bo'lsangiz, o'yinlar degan kategoriyasi bor va bu kategoriyada siz futbol, boks shunga o'xshagan o'yinlarni o'ynab, ozgina vaqtingizni zo'r o'tkazsangiz bo'ladi. Yoki shu ilovadan chiqmasdan turib har xil videolarni ko'raman desangiz, telekanallarni ko'raman desangiz, media bo'limi bor. U yerda juda ko'plab yuzdan oshiq har xil seriallar, kinolar bor, ruscha, o'zbekcha uxlagan kanallaringizni, xorij kanallarini ham onlayn tarzda tomosha qilsangiz bo'ladi. Masalan, ko'chada men futbol ko'rgim kelib qolsa, ko'pincha Oq Mobile'ga kiraman, sport kanaliga qo'yib, men maza qilib bu o'yinlarni ko'rsam bo'ladi. Ko'pincha o'zim shunaqa qilaman. Agarda shu aytib o'tganimdek har xil filmlar, seriallarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Oq Cinema, agarda razvikatelniy kontent kerak bo'lsa, Oq Go'sek bo'limlariga kirib foydalansangiz bo'ladi. Endi siz telefon yoki shunga o'xshash qimmatbaho sovg'alar yutmoqchi bo'lsangiz, endi videoni shu joyda diqqat bilan ko'ring. Oq Bal degan o'yin bor, AR o'yin, virtualniy o'yin. Aynan shu o'yinga kirib, siz kumush va tilla rangli biletlarni yig'ishingiz kerak bo'ladi va shu biletlarni qancha ko'p yig'adigan bo'lsangiz, qimmatbaho sovg'alarni yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Yani xuddi Pokemon o'yiniga o'xshab ketadi. Misol uchun siz kumush biletlarni Oq Balda o'zida ko'proq yig'adigan bo'lsangiz, siz haftalik naushniklarning konkursida qatnashib, naushnik yutib olsangiz bo'ladi. Agarda siz qanchalik ko'p oltin biletlarni yig'adigan bo'lsangiz, oylik bo'ladigan telefon konkursida qatnashib, telefon yutib olishingiz mumkin. Ya'ni siz ikkalasida ham imkoniyatlaringizni oshirsangiz bo'ladi. Buning uchun esa ko'proq biletlarni yig'ish kerak, ya'ni kumush va oltin. Oq Bal o'yinida qatnashib, qimmatbaho sovg'alarni yutib olish uchun esa siz birinchi navbatda Oq Mobile ilovasini skachat qilasiz va uning ichidagi igra bo'limiga, ya'ni o'yin bo'limiga o'tib, Oq Bal igrasini bosishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni Oq Bal o'yiniga bosadigan bo'lsangiz, albatta siz Oq Balni o'ynab qimmatbaho sovg'alarni yutishga harakat qilsangiz bo'ladi. Aytgancha, bu o'yin faqat Oq Mobile abonentlari uchun va g'oliblar esa har juma Oq Mobile Instagramda randomizer orqali aniqlanadi. Xullas, aytib o'tganimdek, Oq Mobile bu faqatgina mobilniy ilova emas, balki bitta katta ekosistema ichida shu media hosting, content ko'rish imkoniyatlar bor, o'yin o'ynash imkoniyatlar bor. Xullas, hamma funksiyalardan foydalanib ko'rsangiz bo'ladi. Buning uchun Google Play yoki App Store'dan Oq Mobile'ni skachat qilib, albatta sinab ko'ring va men esa bugun Oq Mobile'ni ko'pchilik bilmagan bo'limlari va funksiyalari haqida jaydari tarzda oddiy qilib tushuntirib berishga harakat qildim. O'ylaymanki, video yoqdi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, menga obuna bo'lish esdan chiqmasin.